Assalomu alaykum aka-ukalar. Bugun 8-mart 2026-yil Bishkek shahriga kelib, bir savdoni ustida bo'lib qoldik. Esenbek, bu qo'chqorlar to'g'risida bir ma'lumot bering. Bu akamiz ham salkam o'zimiz tomonlayotganda endi Farg'ona tevasidan. Assalomu alaykum, Arashan suyuvchilar. Sizlarga qisqacha ma'lumot berib ketaylik. Bugun Bishkekdagi Batken Arashan qovmida savdo bo'lib tur. Bu qo'chqorning ati Sherxon. Bu qo'chqor bo'lsa, Loshat degan qo'chqorning balasi, Loshat buldozerning balasi. Buldozerlayni, Loshatdan o'xshab turibdi o'zi. Bu Batken oblasining Leylekda Qulumdu degan ayilna ketib turadi, shuchi. Sherxon degan qo'chqor. Batkent. Почти rekord. Buyursa, bizda shu jamoatda oqsoqol kishimiz bor, Ikrom Sattarovich deb. O'sha kishining do'sti bo'layotgan bu Nurlan Avavuz Qulumdan bo'layotgan. Mashallah. Shu ikki joq do'st bo'ladi ekan. Qo'chqorlarning esi bilan bu joq do'st bo'lib, qisqasi bunday podarishni ba'da o'sha kishining cho'ng qo'y chorvasi bor ekan, o'sha yerda o'ngdog'oni buni qo'chqor ko'pchiligiga shul ishtaydi, bu yordamchi bo'lib ketayotgan ikki qo'chqorchi. Qarang. Qancha qo'yingiz bor Nurlan aka? 350. 350 qo'yga ko'p yetishadi. Bo'lib qo'ysangiz. Dog' olasizmi? Kamida 120 ga qo'ya olasizmi? 150 ga. Saqchan aka, Sherxonni siz o'qib yurgan bo'lsangiz kerak, tushuntirib qo'yinglar. Sherxon bu xol nima? Iceberg ekining balasi o'zi. Enesi, bunun enesi Blandinning qizi. Enasi. Va Holyfield, Datqa degan qo'ylar, qo'chqorlar bor-ku. Bir qorodan chiqqan o'sha bir tug'anlar. Qoni bir. Misol uchun Datqaning enesi Blandinning qizi, atasi Iceberg eki. Holyfieldda o'shanday. Holyfield. Bu da o'shanday. Enesi Blandinning qizi, atasi Iceberg eki. Tuslayapmiz-da o'sha, bunday chiqyapti o'sha. Boshlari, quloqlari. Biroq bu Iceberg ekiga qaraganda katta, Holyfielddan ham bo'yi katta-da, tushundingiz? Ko'rib turasiz, mashallah. Shunday qani kuchli qo'chqor bizning Batkenga Leylekka ketyaptir. O'ta bunday seyrek kezdeshgan savdolarning biri. Buyursa, ham bahsi sir bo'ydanlay qolsin. Do'stiga podarka qatori, yordam qatori usul ketyapti. Bu sizga yaqin yerda, Leylek sizga yaqin. Farg'onaga juda yaqin deb borasiz. Shunaqa dedi. Hozir Qizilqiyadan o'tgandan keyin hech qancha bas dedi, akalar bilan gaplashdik. 2 soat, 2,5 soatda o'sha qo'chqorning oldiga borib olasiz. Hozir Esenbek vaqtlar tez o'tyapti. Hozir yana 1 yil, 1,5 yil, 2 yil o'tib ketadi. Misol Datqadaqa sovliqlardan mashi qo'y xudo xolasa 100-150 ta tushirib bersa, akamiz ham oldi chorvada to'g'risida. Borib iloyim yaxshi niyatda olibdi, aka niyatingizga yeting iloyim aka. Chaqiring borib bir 350 bosh arashaningizni ko'rib, syomka qilib bir elga tanitaylik aka qo'ralarda. Chaqirasiz. Xudo xolasa. Bu qo'chqor ham zo'r ekan, mana u ham. Loshatning balasi yosh qo'chqor ekan. Yosh qo'chqor. Tishini bitta ochib qo'yasizmi shuni? Mashallah. Tishi 4 tish ekanda. Bu figuralari o'xshab turibdi-da o'zi shunday. Buldozer liniya bo'lyapti-da endi hozir buldozerga. Buldozer liniya. Krasavchik o'rad tagi. Baraka toping aka. Kutamiz aka, xudo xolasa bir olib borib olganingizdan keyin chaqirasiz. Borib video qilib, syomka qilamiz. Olganga, sotganga Alloh barakasini bersin, bir qo'ra qo'yaversin aka. Iloyim. Biz o'sha Leylek degan tumandan bo'lamiz, Zaqchan aka. O'zlariga. Biz yoqda mana bunday kuchli qo'chqorlar bor elekda. Eng birinchi shu qo'chqor boradi. Endi ketyapti. Bundaycha aytganda o'ta kuchli, qani kuchli qo'chqor emi ketadi. Buyursa, emi boshlaydi bizning Leyleklardagi. Endi boshlaydi. Mana. Mashallah. Leylek jamoatiga ketadi. Leylek jamoatiga ketyapti. Qo'ldan-da. Qo'zlari tushsa, men emas, sizdagi birinchi jigir boradi, bilasizlar. Yaxshi qo'zga любой yerga boradi. Albatta o'zimiz borib turib xaridor bo'lamiz, o'zimizga yetkazib bersin axir buni to'g'risida qo'zlarni tushirib. Rahmat, olganga sotganga barakasini bersin. Rahmat. Mana siz bilan gaplashdik-ku, xudo xolasa Farg'onaga chaqiraman dedingiz-a, Farg'onadan o'taman. Ko'paysa, xudo xolasa irg'och qo'zlardan O'zbekistonga sotasiz bu qo'zlardan-a? Aka, ukalaringiz bilan gaplashdik ama xudo xolasa 350 bosh qo'yga qo'yamiz dedi. Nasib qilsa, xudo xolasa irg'ochi qo'chqorlardan O'zbekistonga ham yetkazib beringlar. Qo'llaringga shukr, rahmat. Zaqchan aka, bu joq shu Ikrom akaning tug'ayotgan qo'ylari. Tug'ayotgan qo'ylari. Bu kishida shu Arashanga qattiq qizg'i kirib, mana 1,5-2 yildan beri shuncha qo'y jiydi-da hozir. Bu yerda hozir qo'zlari tug'an qo'ylar. Bu yerda eksklyuzivdan, Frankel'nin balasidan, eksklyuzivning balasidan, Sherxondan tug'ilgan qo'zlar. Hamma liniyadan bor. Biroq ko'pchiligi Sherxon.
Bu yerda ko'pchiligi Bayardın qizlari bor, Zaqchan aka. Voy maşallah. Bayardın Mana kız kızlari kelishyapti-ku bu yoqdan, mana. Mana qo'ylarni ko'rsating. Har qanday yerdan jiyib olgan. Mana svetli qo'ylar ham bor ekan. Bu yerda shedevrning eng oxirgi qizlari bor. Ha, shedevrda. Shedevr shu o'rib, sekiralmay qolgangacha shetda sekirgan. Haqiqiy qizlar ana shu yerda tug'ilgan. Ha. Shedevr. Shedevr liniyalar o'zi ko'rinib turibdi. O'zi ali tusidan tuslaysiz-ku. Hozir ichida juradi-da. Jashda boya. Hozirgi bu qo'chqorimizni qani bolalarimiz svetlilar shekilliga mana bu ham shekilli. Bu yoqda ko'pchiligi mana. Bu yoqda ko'pchiligi. Ha. Inshaalloh mana jatgan qo'zi, mana Mana ko'rdingizmi? yotgan, Kichkina ko'rdingizmi mana? Ha, bu ham. Sotilgan qo'chqor mana. O jatar. Bittasi Frankelning nevarasi bor, onu ko'rsataman hozir. Frankelning bolasini. Ana o'sha jittayotgani? Ana orqada ko'rdingizmi? Qaysi? Hozir bu yoqqa bosganning orqasida, siyganning orqasida turadi, ko'rdingizmi? Urg'ochi sog'liqcha Frankelning bolasidan tushgan. Frankelning bolasidan tushgan. Yo'q, ana qo'chqorni nima? Ikkovi, ha? Ha, mana ko'rsatsangiz mana. Ana. Maşallah. Hozir bu yoqqa qaraydi hozir. Ay maşallah ana. Asha ikkovi, ha, bo'ldi. Mana shu qo'chqorning baldari shular, ko'rdingizmi? Bular, ha? Ha. Bu yerda juda ham ko'pchiligi shu Sherxonning qo'zlari. Arasida shu bitta ikkita Frankelmen eksklyuzivning nevaralari bor-da. Zo'r, go'zal. Nasib qilsin iloyim, yaxshi qo'chqor olibdi. Senbek qo'ydi haqiqiy ishqibozimizda mana shu qo'zini qo'chqorda qo'zisini ko'rib turib, otasini ko'rgani keldik-a endi. Boyagi qo'zini. Boshqa qo'rovda shu qo'chqorning qo'zisini ko'rdingizda siz? Ha. Mashallah. Tushuntiring endi bu qaysi liniya qana bo'ladi? Bu Frankelning bolasi. Frankeldi. Bu eksklyuzivning bolasi. Ha, bu eksklyuzivni bolasi. Hozir ikki qo'chqor hit bo'lyapti-da, bilasiz? Frankel eksklyuzivda. Ikkovining teng bolasi bor. Ha, ana ikkovini bir-biriga qo'shgani ikkita liniya. Birinchi buni olgan. Keyin buni oldi. Shu hozir ikki qo'chqor bilan ishtayimni o'tadi. Ikrom akamiz. Ikkovlari ham pryamoy bolalari. Pryamoy bolalari, ha. Mashallah. Bundan da probnik tushdi-da. Ha, bundan ham probnik tushdi. Probnik tushdi. Buni ko'rdik-ku probnikini o'zimiz hozir. Probnik buni kuchliroq bo'ladi hozir. Ha, kuchliroq bo'lyapti. Endi qarang, Zaqchan aka, Frankelning bolasi, rang qanday zo'r, ko'rdingizmi? Morojnaday bo'ldi. Morojnaday. Bu qo'zi tish qo'chqor. Aha. Bir yash bo'lib qoldi. Bu ikki tish bo'ldi. Ha, bu ikki tish. Bu ham chakka bas ekan, eksklyuziv. Bulda kuchli. Tumshug'ini qarang, bitta urg'ochi sog'liqcha tushdi, boshqa kuchli tushdi-da. Bundan. Budan da bitta tushdi, boshqa jarib tashladi. Budan 3ta 4ta tushdi, boshqa kamtigi yo'q qo'zlar tushdi-da. Ana mashallah. Qarang. Sana siz bittasini ko'rdingizmi, qanday ekanini qaraysiz. Ha. Juda ham zo'r. Qo'chqorning garbanosi yaxshi, mana betteri oppoq. Tuki zo'r, hamma yo'q. Denesi mandarinoy, jilma. Mana ko'rib olaverasizlar-da. Zaqchan aka, bu qo'chqorlarda bizning Quvonch degan akamiz bor, bilasizmi? Quvonch aka. Aha. Shu Ikrom akaning ukasi bo'ladi shu kishi. Ha. O'sha kishi olib bergan shu qo'chqorlarni. Bularda o'zi. Birinchi buni olib berdi. Aha. Keyin buni olib berdi. Buni olib berdi. Biroq pullari yengil tushgan. Yengil tushgan. Endi mazza qiladi bu joyda. Alloh barakasini bersin. Probniklar tushdi. Ertang bahorda hozir dog' qo'yadi bularni. Ertang kuzda ko'p tusha boshlaydi bulardan-chi. Ko'p tushadi, ha? Dog' tushadi bulardan hozir ham. Aprel, mayga borib. Xudo xolasa bolalarini ham ko'rgani kelib turamiz endi, Esenbek. Inshaalloh. Inshaalloh. Alloh barakasini bersin. Buni probniklar tushyapti. Qo'z-qo'chqorlarni olamiz desa, sizga chalsa ko'z kelib ko'rsataveramiz. Ko'rsatamiz, ha? Ha, demak, zakaz qilishsa. Budan bir 4 tacha, 5 ta tushdi. Budan ham bir 3 ta 4 ta tushdi. Lekin eksklyuziv liniyani tumshug'i zo'r ekan mana uni. To'sh menga yo'qadigan tumshug'da yo'g'on tumshuq. Buni nenesi karbanosi. Buni nenesi tanker liniyada. Ha, tanker liniya. Ana shunaqa deydi-da, ona tomon ham kuchli tanker. Shunday. Ha, ona tomonga ham tortgan, to'ppa to'g'ri. Zo'r, barakasini bersin Esenbek. Esenbek qo'chqorni bolasini ko'rib turib baho beradigan joyi bor-ku. Shunga endi mana probniga bu, ha? Ha, jaqin ko'rsatsangiz mana. Jaqin ko'rsataylik qo'zini. Shu qo'chqorning urg'ochi qo'zi ko'rdingizmi? Bu shu Frankelning nevarasi, mana dadasi shu qo'chqor. Bu nenesi Shedevrning qizi. Shedevrning qizi. Ikki joqdan teng. Bu ertaga oppoq qo'z bo'lib ketadi. Oppoq bo'lib ketadi. Chunki men ko'zning aylanasi hozir og'arib boshlagan.
Buni yoqdi qarang, oppoq go'sh bo'lib. Ko'rdingizmi? Ha. Rozoviy bo'lib turadi. Shu Ha, yerdan oppoq rozoviy. rang bo'lib ketadi. Onasi ham oldiga kiyib oldi mana bolasi. Frankel baqqanlar biladi. Frankelning qo'zlari Mhm. liniyasi birinchi tushganda buna denesi qizil bo'lib tushadi. Keyin ana bor og'aradi. Keyin oqaradi. Shunday bo'ladi. Qo'z qulog'i jalbiroq. Ana Frankelnikining kallasida ayirma bo'ladi. Ha. Bu bosh mana yer jo'g'on bo'ladi, ko'rdingizmi? Jo'g'on bo'ladi. Ha. Boshida garbanosi Frankelnikilar tuz bo'ladi. Tuz. Mana yer mana jo'g'on bo'ladi, ana keyin bunda chiqadi. Pikassoda shundaylar, bilasizmi? Pikassoga. Pikassoning rangi ham shunday qip-qizil bo'lgan. Garbanosi yo'q, mana yer mana jo'g'on bo'lgan, keyin ham chiqib ketgan. Mana enesi shedevrning qizi. Otasi ham shu holda bo'lganda endi otasini ham yoshligida. Otasi svetini qarang. Otasi kelganda bunday oppoq emas, hozir boshqa oppoq bo'lib ketdi. Qarang, ota ham svetli, ona ham svetli, hali bu ham svetli zo'r bo'ladi. Probnik Bu mashalloh. qo'zning suyaklarini qarang. Xuddi kattalikda. Juda go'zal. Qulog'i qalin, ko'rdingizmi? Qancha? Quloq. 2 hafta. Kalladan o'zi bilinib turibdi. Mana seleksiya. Bitta qo'chqor olasiz va bolasini tushirasiz. Mashalloh, barakasini bersin. Juda zo'r, go'zal. Mana hozirgi laylakka sotilgan qo'ydi probniklar. Qo'chqorlar, suv qo'zilarida. Qo'zlari. Svetlik. Ana. Ana mashalloh. Mana shu ikkovi Sherxonning qizlari. Mana shunaqadan. Xudo xolasa akamiz ham ko'paytirib olsin, ha? 1-200 ta tushirib olsin. Barakasini bersin. Esenbek, o'ng qo'lingizni ishni ko'tarib olsangiz. Esenbek bu qo'zini enasi nobud bo'lib qoldi endi. Bu qo'zi tug'ilganda o'ta katta tug'ilibdi-da. O'ta katta tug'ilgan. Julib olganda o'sha matkasi qo'shilib chiqib ketganda. O'zi ham kalla ham katta ekan-da. Matkasi infeksiya bo'lib o'ldi qo'ychi. Bu ham shu yetim qoldi hozir qo'zi. Yetim qoldi. Qo'chqormi bu? Qarang, mana jelkalari ariqtab qolibdi. Buni ko'rsatganingiz ko'rdingizmi? Quloq jatishi, quloq uzun quloq, mana bosh garbanos hozirlar bor. Bu qo'zi ham ariq bo'lib judaydi. Ko'rsatmaylik dedilar, men aytib ko'rsatmaylik dedim. Nega deganda, ertaga 2 oy 3 oydan kelsangiz, bu enasining sutini boshqa qo'ydi emsadagi bir ariqda nachar bo'lib ko'rinadi-da. O keyin 7-8 oy qolganda zo'r bo'lib ketadi. Ochilib ketadi. Prosta ko'rsatib qo'yiq deganingiz, ertaga 3 oydan keyin kelsangiz, boyagi sen tartgan qo'zi desa, sal o'xshash bo'lib qolsa, nastroyeniya o'lmasin-da, biroq keyin ekitishga borganda shunday zo'r bo'lib o'zgaradi. Xudo xolasa Bu enasi o'lib qoldi. Enasi sutini emmagandan keyin slabiy bo'lib qoladi-ku, sal kattarayotganda. Biroq qarang, quloq jatishi, garbanosi juda katta tug'ilgani uchun shunday, ko'rdingizmi? Bu hali juda ham bir ko'zga ko'ringan qo'chqor bo'ladi, qarab turasiz. Shunaqalar bo'ladi-da. Oqchan aka 5 kunlik qo'zi. 5 kunlikmi bu? Voy. Undan oshiq 5 ming tug'ildi. Voy maşallah. Katta bola, katta tug'ib yuborganda qo'y. Bu nima? Je Sherxondan bo'ladi, je Frankeldan bo'ladi. No Frankelni sotib olib kelganda, bir kunda qo'ylarda bo'lib qolganda, jazirga qolib ketgan. Bu ham kattarganda bilinadi, je Sherxonga o'xshash bo'ladi, je Frankelga o'xshash bo'ladi. Ikkovidan bittasidan qochganda. Qaysinisi bo'lsa-da kuchli qo'zi qo'chqor bo'ladi. Qaralmay qoldilar-da sizlar ham. Ko'rdingizmi? Ama Shu qo'zni eslab qolsin mana, yetim qo'zi. Yetim qo'zi deb yozib qo'yamiz. Yetim qo'zi qanday bo'ldi deyishadi-da. Bu legenda bo'ladi hali. Quloq jatishi, o'sha quloq uzun. Mo'yni puti uzun qo'zi bo'lsin. Bir qo'y bo'ladi bu, xudo xolasa. Barakasini bersin aka. Yaxshi qarang olmay endi. Aka, men obunachilarim so'raydi, yetim qo'zi nima bo'ldi ekan deb, ha? Aka kelganda ko'rsatasiz, aka. Ko'rsatamiz. Bo'ldi, barakasini bersin aka. To'yga yotayotgan Zohidjon aka. To'ymayapti hozir. Odamga kelyotadi to'yga. Uni to'ymayapti-da bu bechorani. Hozir qarang. Ariq bo'lib turar ekan. Ariq so'lib turibdi-da endi hozir. Enasi 2 kun burun o'lib turibdi. Endi bunga birov mehr bermayapti-da. Enasi bo'lsa mehr berib turadi, erkalatib. Mehr bergan mol boshqa. Mehr berib turadi. Bunga hozir mehr talab bu hozir. Erkalatib enasi buni oldi isitib o'tirish kerak. Qarang, ay bechora. Mashalloh. Qarasang, zo'r qo'y bo'lasan, xudo xolasa. Lekin qo'lga jo'sh bo'ladi, ko'rib turasa. Qo'chqorcha. Bo'ldi.